Voy, yig'layman hozir. Bo'ldi, o'chira qoling. Yig'lagan ko'rishni xohlamayman hech. Jamoliddin aka 7-yillik boshlang'ich to'lovsiz tayyor ta'mirlangan podключ uylarni beramiz deb reklama qo'ydik. Birinchi ketib turibdi, egalarni qachon topshiramiz? To'g'ri aytasan Omorbek, shunga uylarni biz qo'yadik. Bir xonali, ikki xonali uylarni boshlang'ich to'lovsiz qo'yadik. Endi hozir bizlar birinchi uyimizni xudo xolasa o'z egasini mijozimizga topshiramiz. Shuni emotsiyasini o'zim bir ko'rjakman. Nechga ekan uyni xohlaymi, xohlamaymi? O'zim shu darajada qiziqib turibman. Xudo xolasa hozir mijozimiz ham kelayotir. Uyni hozir birlikda ko'rsatamiz. Kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni qoldirib ketinglar. 7-yillik boshlang'ich to'lovsiz tayyor ta'mirlangan uyni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Mijozning emotsiyalarini birgalikda ko'ramiz. Qani ketdik. Wow. Chiroyli chiqibdi. yil deganda yetishgan uyim deydi-ku. Remont qilib beramiz deganingizda men o'yladim, mana internetlarda ko'rganman-ku, mana suvoq qilib. Abishni remontni kutadi hamma. Lekin uning emas, u narsani men o'zim ham xohlamayman, to'g'risi. O'zim hech narsa ravo ko'rsam, mijozlarimiz ham shu narsani qilib berdik. Menimcha bundan ortiqi bo'lmasa ham kerak deb o'ylayman. Bo'lmasa kerak, chunki men birinchi kelganda o'sha remontini ko'rdimdan chiroyli qilayotgan ekan deb o'sha qiziqib 2 kundan bir kelib boshladim. O'sha ustalarim tanib qolgan meni. 2 kundan kelib ko'ryapman, o'sha har kelganda har xil men telefonimga ham o'zimga video olib ketdim har kelganda. Lekin bugun bilmadim, men to'g'risi bunaqa emotsiya, bunaqa nima o'zim juda ham xursandman, balki xursandchilik nimami niyat xolis bo'lish kerak ekanda insonni. Keldim, o'sha kuni shartnoma qildik, 1 haftadan keyin kadastr, o'sha 3 haftadan keyin mana bugun uyimdaman, Xudoga shukr. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat. Ishlaringizga omad. Nima? Uyning kaliti. Rahmat. Tabriklayman. Yaxshi kunlarda o'tirishni nasib. Rahmat sizga, ishlaringizga omad. Xudoyim o'ylagan niyatlaringizga yetinglar, ishlaringizga omad. Rosa bilmadim. Ko'nglimdagidek juda ham yaxshi, Xudo xolisa bugun ko'chib kelaman mana shu yerga. Inshaalloh, rahmat sizlarga. Kim niyat qilgan bo'lsa, mashlardan mana shunaqa chiroyli, faqat kiyimlaring bilan kirib keladigan tayyor uylar nasib qilsa, men hozir ayol boshim bilan qayerda remont qilaman, nima qilaman tushunmayman-ku. Bizga o'xshagan yolg'iz onalar uchun ham juda ham qulay nima bu. Rahmat kattakon. Hamma shuningdek Euro remont uylarini qilib beramiz. Kimga podключ kerak bo'ladi bo'lsa, bemalol Jam Euro uylarini kelib murojaat qilishlaringiz mumkin.